Eng katta moliyaviy xatoingiz nima ekanligini bilasizmi? Va bu xato qilish emas, balki umuman xato qilmaslikka urinish. Siz kutasiz. Yana tayyor bo'ling, yana o'rganing, hammasi mukammal bo'lsin deb. Shu paytda esa boshqalar katta loyihalarni boshlaydi. Sababi ular sizdan aqlliroq bo'lgani emas, balki ular xato qilishdan qo'rqmaydi. Qimmat loyihalar hech qachon 100% kafolat bilan kelmaydi. Agar siz faqat xato qilmaydigan loyihalarni kutsangiz, unda siz eng katta loyihalarni yoki imkoniyatlarni qo'lingizdan boy berishingiz mumkin. Va endi o'zingizga savol bering. Sizni daromadingizni oshirishingizdan faqat xato to'xtatyaptimi yoki xato qilish qo'rquvimi? Agar siz ham daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'proq foydali ma'lumot beriladi.